Kuyovi o'ldirgan xotinini, qaynonasini vahshiylarcha. Xotinim shunaqa xiyonatsiz ushlab oldim degan. Biz bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan voqeaga xuddiki osmon yig'layotgandek. Gap shundaki, bundan bir necha kun avval aynan ushbu mahallada kuyov turmush o'rtog'i hamda qaynonasining hayotiga nuqta qo'yganligi aytildi. Jinoyat tafsilotlarini o'rganish maqsadida Toshkent viloyatining Chinoz tumaniga yetib keldik. Ma'lum bo'lishicha, voqea joriy yilning 19-mart kuni soat taxminan 20:00 lar atrofida Chinoz tumanining Obihayot mahallasida yuz bergan. O'ldirilgan bu qiz uyi mana manovi. Mana g'ishli shlaka blokli. O'z asli kuyovdi uyi manovi edi, bilan sotib ketdi uyini. Bu yerda yashaganmi? Bilan bu yerda yashagan birinchi ota-onasi bilan. Biz holat haqida batafsilroq ma'lumot olish uchun marhumalarning qo'shnilariga yuzlandik. Qo'shnilarning ma'lum qilishicha, dahshatli voqea aynan mana shu xonadonda yuz bergan. Kuyovi o'ldirgan xotinini, qaynonasini vahshiylarcha. Xotiniga 6 marta tiqqan pichoq, qaynonasiga 8 marta tiqqan pichoq. Yig'ladim. Yaxshi bola edi o'zi. Mehnatga ish-tuz to'plan yo'q edimdaqa. Voqeani eshitishim bo'yicha qaynonasi telefonga chaqiribdi-da. Qo'shninikida ishlayotgan bo'lgan ekan. Darvozasi yopiq bo'lgan ekanmi, tepadan osh tushibdi, qarasa begona erkak bilan o'tirgan ekan ayoli. Aniqlik kiritilishicha, kuyov 2000-yilda tug'ilgan. Qo'shnilarning ma'lum qilishicha, gumonlanuvchi erkak ushbu xonadonda ichki kuyov bo'lib yashagan. Xo'jayin ta'ziyaga borib, mazalari bo'lmay ketdi. Davrinim chiqib ketdi, ikkita tovut qo'yib qo'ygan ekan deydi. O'zi o'sha karantin paytida bir-birini yaxshi ko'rganda mahalla yig'inib, qo'llari kaltaydi, o'zimiz to'yini qilib berganmiz. Bu qo'shnisi turmush o'rtoqlari yo'qmi, erlari? Yo'q, ajrashib ketgan. Kim yashirdi uyda shunda? Bitta o'sha qizi bilan, kuyovi bilan yashardi. Rasmiylar taqdim etgan xabarga ko'ra, kuyov turmush o'rtog'i hamda qaynonasiga oshxona pichog'i bilan tan jarohati yetkazgan. Olgan jarohatlar sababli ona va qiz vafot etgan. 3-4 yil qaynonaning qo'lida yashab, qaynonaning topganini yeb ichib, chestnoy inson bo'lsang, nima qilasan? Qaynonaning qo'lida yashashga. Afsusda emasman men ularni o'ldirganimga deb aytib deymiz. Bir umr endi turmada chiriydi boshi. Ko'p erkaklar mehmon kelib turardi-da uyga. Necha marta urush to'palalar bo'ldi mana. Bu erkaklarni kim chaqirardi uyga? Kim oldi kelardi? Qaynonasini yigit yaxshi inson edi. Ko'rib turganingizdek, darvozada barmoq izlari ham bor. Ayni vaqtda holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilayotganligi sababli biz xonadonga kira olmadik. Bola ham og'ir bosiq ichmaydigan bola edi, chekmasdi, chesharoqli qoldi. U bola ishini qilib bo'lib, kelindi ota-onasinikiga olib ketgan. Xotinim shunaqa xiyonatsiz ushlab oldim degan. Qaynona ichkarida bo'lgan. Qaynona hovlida bo'lgan. Qaynonaga ko'proq pichoq tiqilgan. Xo'jayinim aytishlari bo'yicha bir 6 ta 8 ta joylaridan. Koridagi shopir bola bilan uchrashib qoldim, o'sha bola aytdi. Lekin aybini hammasini 100% o'zi bo'yniga oldi dedi. Bitta pichoqma ichida qolib ketgan ekan, sin urganda, keyin ikkinchi pichoq olib chiqib, yana anaqa qildi, pichoqladi deb aytib berib. Sevgi ko'zini ko'r qilganda yaxshi ko'rardi ayolini. Mazkur holat yuzasidan Chinoz tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz ushbu holatni ko'rsatishdan asosiy maqsadimiz hech bir shaxs bunday vahshiy jinoyatga qo'l urmasin. Barcha kelishmovchiliklar qonun doirasida hal etilsin. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi.